Assalomu alaykum. Chimento.uz kanalining hurmatli obunachilari. Hammalaringga Allohdan barakali kun tilagan holatda bugungi videorolikni boshlaymiz. Bugungi sanamiz 3-may 2025-yil. Mashetda xudo xolasa mana 40 gektarga yaqin rojlarimiz bor. Shular sotiladi. Videoni yoqsa like bosib, bomni chorva ishqibozlarga adresa qo'yinglar. Narxlari ham juda yo'lida. Bemalol vodiy bo'ylab dastavkalari bor. Egrandomlarga aloqaga chiqib olasizlar. Senajlar buning ichida o'sha arpa bilan roj birlari ekilgan ekan. Juda ham zo'r holatda bo'lgan. Bo'ylari ham где-то 1.30 1.60 gacha ketdi. Balandligi zo'r bo'lgan ekan. Begona o'tlar yo'q, mollar uchun zaharli bo'lgan. Egrandomlarga aloqaga chiqsalaring, bemalol xudo xolasa vodiy bo'ylab xizmat qilib beraveradi. Xo'p, narxlari 1.200.000 dan mashina bayiga 3.5 million so'mgacha deyishyapti. Kiloga 450 so'm kami bor ekan, kelishadigan joyi bor ekan. Mashinani endi ko'pchilik aytayapti, 2 tonnaligi bor, 3 tonnaligi bor, 1 tonnaligi bor. Cho'ttakka qarab imkon bo'lsa shu kiloga bay olsalar ham hech kim yutkizmaydi, xudo xolasa. Xo'p. Bosiladigan bo'lsa ham chiroyli qilib imkon bo'lsa bugun olgan kuningiz bu kutmasdan sirazi bosib yuborgan ma'qul bo'ladi. Kimga qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa kommentariyada yozasizlar, javob berilaveradi. Vodiy bo'ylab, butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalar bor. Qoplash bilan chiroyli qilib berishaveradi. Xo'p. Instagramda va Telegramdagi Silyos bozor kanaliga juda ham katta rahmat. Xalq uchun juda ham kerakli bo'lgan xizmatlar qilyapti. Mana bundan ba'ga mol boqishim juda osonlashib ketdi. Silyosdan ancha arzon, agar chiroyli qilib boqadigan bo'lsa, Silyosdan zo'r bo'lsa bo'ladi, lekin past bo'lmaydi, xudo xolasa. Dollari ham chiroyli holatga yetib kelgan. Ko'ramiz dollarni. Mana dollar qadar do'stlar. O'shalar. Kimga qanaqa ko'rinyapti? Juda ham chiroyli holatga yetib kelgan. Taglarida umuman begona o'tlari yo'q. Manzil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani 5 ko'cha o'sha Qiziltepa sanatoriyasining oldida. Sog' bo'ylab xudo xolasa keyingi videoda ko'rishguncha tez kunda Kamasaga mollarni premyera qilamiz. Bizni kuzatib, kuzatishda davom etsalar mo'l do'stlar, xudo xolasa. Havolar juda ham salqin, shamodalar bo'lyapti. Inshaalloh. Akalarimiz so'rashyapti, Xorazm, Buxoro, o'sha Samarqanddan. Xo'p, agar telefon qilsalaring chiroyli qilib qoplashi bo'lmasa, promo katta mashinalarga o'ziga ham bosib beraveradi. Narxlar sal kelishtirilgan bo'ladi. Katta ob'yemda olaman deganlarga. O'tgan safargi videoda ham shuni aytib o'tib ketdilaring. Ko'pchilik so'rayapti. Mabodo telefon qilib tusholmasalaring, Telegramga, o'sha ekranda nomerlarga senaj yozib olsalar, o'zlari qaytarishadi. Xudo xolasa, xalq xizmat deb bo'ladi. Juda ham kerakli bo'lgan chorva hayvonlar uchun ozuqa. Like bosib, obuna bo'lganlar obuna qo'yib, chorva ishqibozlarga pomni adresa qilib, ko'pchilikka foydasi tegadi, xudo xolasa.